Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va o'quvchilar. Mana bugun may oyining 3-chi. May shanba soat 10:00da bo'lgan aksiyadan keyin nihoyatda yetdi va g'oliblarimiz aniqlandi. Hozir mana g'oliblarni ertaga topiladi. Tayyormizmi? May oyi matematika fanidan katta guruhlar o'rtasida birinchi o'rin sohibi Tohir Bekzod. May oyi olimpiadasida matematika fanidan katta guruhlar o'rtasida ikkinchi o'rin sohibi Nurboyev Sanjar. O'quv markazida bo'lib o'tgan may oyi olimpiadasida matematika fanidan katta guruhlar o'rtasida ikkinchi o'rinni egallagan Otamurodov Quvonch. O'quv markazida bo'lib o'tgan may oyi olimpiadasida matematika fanidan yangilik bo'ldi, ya'ni mana shu katta o'rtasida ikkinchi turga, ya'ni oliy o'rin sohibi Italmasov Muhammad Akbarov. O'qurangiga ham omad, albatta katta olimpiadada, xalqaro olimpiadada birinchi o'rin sohibi bo'lish nasib etdi. Mana shu o'quv markazimiz tomonidan olingan kubokni, ya'ni oliy o'rin kubogini topshiramiz. Sherzod Lider Education o'quv markazida bo'lib o'tgan may oyi olimpiadasida matematika fanidan kichik guruhlar o'rtasida faqat birinchi o'rin sohibi Odiljonov Jasur. Bu markazimiz tomonidan olingan sovg'alar. Sherzod Lider Education o'quv markazida bo'lib o'tgan may oyi olimpiadasida matematika fanidan kichik guruhlar o'rtasida faqat ikkinchi o'rin sohibi Imatov Shazar. Bu markazimiz tomonidan olingan sovg'alar topshiramiz.
Education o'quv markazida bo'lib o'tgan may oyi olimpiadasida biologiya fanidan katta guruhlar o'rtasida birinchi o'rin sohibi olimpiada Mirshadbek birinchi o'rin olaman dedi. Education o'quv markazida may oyi olimpiadasida biologiya fanidan bo'lib o'tgan katta guruhlar o'rtasida ikkinchi o'rin sohibasi mamlakat.
markazdagi may oyi olimpiadasida ona tili fanidan ikkinchi o'rin sohibasi Yusuf Abdullah. O'quv markazimiz tomonidan